Uch o'yinchi bir-biri bilan gaplashadi. Ular yaxshimisan shunday hayotiy gaplar bilan boshlashdi. Va Killet men skeletni o'ldirdim deb aytdi. Va shun bilan xursand bo'lib sekin-sekin har xilcha gaplar va bittasi lol qoldim degan ma'noda lol degan yozdi. Va shu bilan yana sizlarga Distort Alex haqida ma'lumotlar berib ketaman. Distort Alex Minecraftdagi birinchi miflardan va u 1.8 versiyada topilgan. Va u juda qo'rqinchli maxluq. Yana nima desam bo'ladi? Uni ma'nosi, ya'ni Distort Alex ma'nosi buzg'unchi Alex degan ma'noda keladi. Agar sizlar haligacha obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna qo'yinglar bolalar. Davay bo'lmasa videoni ko'p cho'zmaymiz. Ular shunday qilib yana o'zlari bilgan so'zlarni yozishdi. Ya'ni serverimizda kimdir bormi degan ma'noda ular juda qidirishyapti. Oradan ancha vaqt o'tdi va ular zombilarni topishdi. Ular shu paytgacha zombilar shular ekanda deb o'ylab, zombilarni o'ldirishni boshlab yuborishdi. Bolalar, qizlar, menga obuna qo'yinglar agar bu video, yana bitta horror video chiqishi uchun mana shu videomizga 50 dan ortiq like'larni yig'ib tashlaymiz. Davay bo'lsam yana videoga go. Va u ikkinchi zombini ham asta-sekin o'ldirdi. Va sekin-sekin do'stlarning oldiga kelib, kimdir help dedi, ya'ni yordam so'ragandi. Lol qoldim, hech kim aytmadi-ku hali deb shunday qilib yana mana u o'tirib turyapti, xuddi kimdir rostdan aytgandek. Va shunday qilib sekin-sekin ular yana nimalar yozishdi, men unaqa inson bilmaganim uchun ularga o'zlari bilmaydiganlar aytasizlar degan umiddaman. Tak. Shunday qilib ular mana u olovga qarab turdi, isinish tariqasida. Va ozgincha vaqt o'tgandan keyin ular yana yugurib yurdi va chunki kechqurun bo'layotgandi. Ertalabmi, tumanligini ham bilaman. Oradan bir kun o'tdi, ular yana do'stlari 3 ta do'st birga qishloq topishni rejalashtirdi va biri to'g'ri degan ma'noda yex deb yozdi. Va shunday qilib ular sekin ketayotgan. Sizlar bir narsani sezdilaringmi? Sezmadilar shekilli, men sizlarga hozir ko'rsataman. Yaxshilab qarasak, sizlar qaragan ana shu daraxt rangi Error 424 ga o'xshaydigan g'adir-g'udir, ya'ni error daraxtlik ko'rinib turibdi. Uni rang-barang qilingan. Bo'lmasa biz videoni yana boshlaymiz. Va shunday qilib shu tariqa ular hozirgidek qishloq topishga yana ketishdi. Bu 3 do'st o'zlari nima qilayotganini bilmayotgan, chunki ularni hali oldida qo'rqinchli kimdirlar kutib turgandi. Va ular qarab aytdi, bu suv deb kimdir gravel deb bir narsa yozdi va yo'q. Bittasi esa okey deb yozdi, ya'ni korotchi. Shunday qilib ular qayerlargadir ketmoqchi bo'lishdi. Va bu yerdan qochish kerakmi degan holga kirishdi va yaxshi ideya bu dedi birta do'st. Va o'sha bu yerdan qochish kerakmi deganda ha dedi. Biz bu yerdan ketib, ya'ni qishloqqa ketishimiz kerak degan ma'noda. Ular yana yaxshi
yaxshigina suhbatlash. Men sizlar uchun 2x qo'yib tezlashtirib yuboraman. Va shunday qilib bu og'aynilar sekin-sekin yo'llarni davom ettirdi. Va o'shanda bizning mavjudotimiz ko'z ko'rsa. Bu do'st men ko'rdim dedi va bular bo'lasizlar bitta narsani aniq payqamadinglar, lekin men payqadim. Hozir sizlarga o'sha nimaligini ko'rsatim. Yaxshilab qaranglar, yaxshilab. Ular ketayotgan holda o'sha sizni uchratganda orqasiga qaraganda. Maslahatchi qaranglar. Orqasiga qaraganda yaxshilab qarasalaring o'sha mobni ko'rasizlar. Men to'xtata olmadim, sizlar 10 soatdan beri. Uy, bola yaxshilab qarasalaring. Ana anita blok emas, o'zasi o'sha mob bor. Desamchi. Bo'lmasam biz videoni kuzataveramiz. Gaplashdi. Uni nima qilsa bo'ladi? U kim qanday qoldi? U qo'rqinchli mavjudotni nelar? Bu esa uni skarayu, ya'ni qo'rqinchli u degan ma'noda aytdi do'stlarga. Va bu og'aynilar men endi sizlarga eng kerakli joylarga o'tkazaman, chunki video cho'zilib ketyapti. Keyin ular qishloq topdi va qishloqda allambalo narsalarni qilib yurishdi. Ular keyin esa nimadir deb gaplashdi va qishloqlar yo'qligiga ular ayniqsa o'shanga hayron qoldi. Keyin ular yana bir uyga kelganda, bu uy aynan loya bunaqa bo'lib qonda yotgan. Bilamiz, manaqa bu ya'ni rang blokka qon sig'maydi. Shuning uchun shunaqa aynan blokka qo'yilgan. Yana video kuzatadigan bo'lsak, yana qandaydir narsa bo'ladi. Redstone deb yozdi biri. Bular yana juda ham qo'rqinch boshlandi, chunki bu Minecraftda yo'q bunday. Ya'ni bular o'zi asli 3 ta emas, 4 ta bo'lishgan. Ya'ni hozir sizlarga tushuntiraman. Bular 4 ta bo'lishgan va biri qishloqqa ketgan. Bu 3 ta esa uyda qolgan. 4-sini oldiga borish uchun bu 3 ta borgan va bu yerga qarasak, uning boshi yotdi. Bo'lmasa biz videoni davom ettiramiz. Videoni yana kuzatadigan bo'lsak, uni blood, ya'ni qo'rqinchli shunaqa Red Blood eslashim uchun. Va ular yana uni kim qilgan shunday narsalar yozishdi. Ancha vaqt o'tdi, ular yana bir joyga chiqib olishdi. Ya'ni bilamiz, qishloqda bunaqa uy yo'q, chunki ularni o'zlab urgan. Bola qiziq bo'lmayotgan uchun maslahatim necha gaplar aytdim. Bola kanalga obuna bo'lib tashlaymiz, biz 3 ga tashlatgan qoldi. Bunaqa video chiqishi uchun mana shu videomizda 50 dan ortiq like yig'ilishi shart. Va tuman bo'layotgandan bular juda qo'rqyapti, bu aniq. Va men yana sizlarga qiziq joyga qo'yaman. O'zasi qiziq joyga qo'ymayapman. Bola bu qo'l bilan ko'rsatdi. Ya'ni mana yoqqa chiqishga. Ya'ni noob. Mana sariq skindagi bo'lsa kerak. Va shunday qilib ular shaxtaga ham keldi. Va u nimadirlar deb yozdi. Sekin qo'rqyapti, chunki running, ya'ni qoching degan ma'noda. Bu 3 do'stdan hali ham qo'rqish bor, chunki aniq nega bunaqa narsalar bo'lyapti. 4-sherigini kim o'ldirib ketdi? Ya'ni Minecraftda bunaqa inson playerlarga kalasi bo'lmaydi. Lekin
Afsuski bu yerda bo'lyapti. U sizlarga yana anu haqida ma'lumot bersam. Alex haqida Destroyed. Uni to'liq ma'nosini aytadigan bo'lsam, yerlarni buzuvchi, buzg'unchi bo'luvchi Alex degan ma'noda keladi va Destroyed Alex va ularni uyini kimdir yondirgandi. Ular nima deb juda ham ko'p hayron qolish, chunki aynan ularni uyini kim yondirgan? Hech kim bo'lmasa, ya'ni faqat playerlar yondira oladi. Lekin bu yerda bu 3 kishidan boshqa playerlar yo'q ekanki, ular boya qayerda edi? Bolalar, tushunyapsizlarmi? Bu yerda qandaydir mob bor. Va ular ko'rishdi. Eng qo'rqinchli joy va shunday qilib server ularni bir marta atmay bolalar ularni keyin esa server yo'q chiqarib yubordi va shuni bilan videomizni tugadi. Kanalimizga obuna bo'lib tashimiz 3 ga oz qoldik. Sizlar bilan men assistent bo'ldim. Hammaga xayr, hammaga omad.